Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum azizlarim. Alhamdulillah treningimizning 8-mashg'ulotiga xush kelibsiz. Mo'jizakor ziravorlar. Shukr qiluvchi yurak uchun ziyofat hech qachon tugamaydi. Yozuvchi, sayohatchi va biznesmen Kameron Abil-Farrochning hikoya qilishicha, bir qattiq nonni suvga uvitib, huzur qilib yeb o'tirgan faylasufni ko'rib, hayron qolibdi. Va qattiq nonni ham mazza qilib yeyish mumkin ekanmi deb so'rabdi. Albatta, men faqat qattiq non mazali bo'lib tuyulgunga qadar nafsimni tiyib o'tiraman deb javob qilibdi faylasuf. Yuqoridagi hikoyada taom va suv uchun Allohga hamd aytib, haqiqiy shukronalikni his qilishga yordam beradigan ajoyib usullardan biri namoyish qilingan. Islom dinida taomlanib bo'lgach Allohga hamd aytib duo qilish yo'lga qo'yilgan. Sunami sohiblarining rivoyatida Nabiy sallallohu alayhi vasallam qachon taomlardan forig' bo'lsalar, bizni yedirgan, ichirgan va musulmonlardan qilgan Allohga hamd bo'lsin der edilar, deyilgan. Agar siz bu duoni bilmasangiz, yaxshilab yodlab oling va har safar taomlanib bo'lgach o'qib yuring. Hozirgi tezkor zamonda ko'pchilik yo'l-yo'lakay taomlanadi va albatta taom uchun Allohga hamd aytib chin dildan shukronalikni his qilish yoddan ko'tariladi. Ammo bu oddiy ko'ringan ish sizning hayotingizda ko'plab mo'jizalar olib kirishi aniq. Siz haqiqatdan ham och qolgan damlaringizni esga oling. Siz normal harakat qila olmay va o'ylay olmay qolgansiz. O'zingizdan kuchsizlikni sezgansiz, hattoki qo'llaringiz va oyoqlaringiz qaltiragan bo'lishi ham mumkin. Va bularning hammasi siz bir necha soat taomlanmaganligingiz uchun ro'y bergan xolos. Taom bizga yashashimiz, o'ylay olishimiz, o'zimizni baxtli va sog'lom his qilishimiz uchun zarur. Bizning har birimizda taom uchun Allohga hamd aytib shukronalikni his qilishimiz uchun juda ko'plab sabablar topiladi. Taom uchun shukronalikni his qilish uchun siz uchun sevgan taom va ichimligingiz stolingiz ustida paydo bo'lishi uchun yordam beradigan insonlar haqida o'ylang. Siz sara meva va sabzavotlardan rohatlanishingiz uchun kimdir bir necha oylar mobaynida g'amxo'rlik ila o'stirgan, sug'organ, o'g'itlagan va zararkunanda hasharotlardan saqlagan. Keyin esa kimdir hosilni yig'ishtirgan, mustahkam qadoqlagan, olib kelingan, ayrim hollarda juda uzoqlardan olib kelingan. Yil bo'yi stolingiz ustida sara meva va sabzavotlar arimasligi uchun siz notanish insonlarning o'zaro uyg'un zanjirini chambarchas mehnat qilishyapti. Ana endi fermerlar, baliqchilar, choy va kofe plantatsiyasidagi ishchilar haqida o'ylang. Yana bunga oziq-ovqat sanoatining mos tarmoqlarini, qadoqlovchi va transportivka qiluvchi tarmoqlarni ham qo'shing. Butun yer yuzi miqyosida juda katta murakkab lol qoldirar darajada aniq yo'lga qo'yilgan mexanizm hosil bo'ladi. Bunda eng katta asosiy zveno odamlardir. Bizga notanish bo'lgan juda ko'plab odamlar tufayli taom va ichimliklar omborxonalarga, restoranlarga, supermarketlarga, kafelarga, samolyotlarga, maktablarga, shifoxonalarga va planetadagi har bir uyga kelib tushadi. Taom bu haqiqiy ne'mat, Alloh ato etgan ne'mat. Agar unumdor yer va suv bo'lmaganida edi, biz yashay olmagan bo'lar edik. Suv bo'lmasa, yer yuzida o'simliklar, jonivorlar va odamlar bo'lmagan bo'lar edi. Suv hamma joyda eng zarur ne'mat. O'simliklarni sug'orishdan tortib, taom tayyorlangungacha va dush qabul qilingungacha suv meditsinada, qurilishda, sanoatda ham zarur. Suvsiz na hayotimiz saqlab qoluvchi dori-darmonlar va iste'mol mollari va na maishiy texnika buyumlar bo'lar edi. Metal oyna, plastik, bu metallarning istalgan birini ishlab chiqarish uchun ham suv talab qilinadi.
Va nihoyat bizning organizmimizning ko'p qismi suvdan iborat. Suv. Allohning eng katta ne'matlaridan biri bo'lgan suv. Agar bizning planetamizda mo'jiza bor bo'lsa, u suvda mujassamdir deb aytgan Loren Aizli, astropolog va yozuvchi, naturalist. Suvsiz, taomsiz qayerga ham borar edik? Hech qayerga. Biz shunchaki mavjud bo'lmas edik. Nafaqat biz, balki bizning oilamiz, do'stlarimiz ham, bugungi kun ham, ertangi kun ham bo'lmas edi. Baxtimizga biz ajoyib planetada yashayapmiz va Allohning ato etgan lol qoldiruvchi imkoniyatlaridan foydalanishimiz, lazzatlanishimiz mumkin. Va bularning barchasi taom va suvning borligi tufaylidir.